Mana azizlar, pastdan bir qator ko'rsatib beramiz. Mana o'sha kiyani bo'yi qanchalik, betonni bo'yi qanchalik. Ancha mehnat ketyapti bu yerda. Mana o'sha 12 metrli o sesmaga, bilmayman, kolonna deydimi, shunaqaga armaturalarni to'qib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ob'ekt juda ham katta. O'sha polni bitishiga 4 minut taqash hisoblangan. Bu yoqda ham o'sha mana pastda eshik yo'q, o'sha furtchkan bo'yigacha to'lg'iziladi. Ba'zan ko'chadan polni tekis qilinadi. O podvali bilan 3 etажga uy ko'tarilyapti. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Bo'lmasam biz videolarni boshladik. Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum obunachilar. 2025 da shunaqa podvalli qilib beton quyish va gazabloydan uyni ko'tarish narxlarini aytib o'tamiz sizlarga. Xo'p, hozir turgan joyimiz necha bo'lgan? Hamidullo aka necha bet? 15 ga 15 ekan-da. 15 ga 15 qilib proyekt tuzilgan. Xo'p, mana bu yoqdan bitta xot bo'ladi. O'ttada ko'rayotgan masalan koridor ketgan. O'ng qo'l, chap qo'lda 4 tadan xona bo'lgan. Общий 8 ta xona, ikkinchi etajni ham xo'p bitgandan keyin qo'yamiz. Hozir birinchi etajni bitkazib olishsa. Xo'p, bu yerga hali berib g'ish nechta ketishi noma'lum. Ob'ekt juda ham katta. 15 ga 15 betonning o'zi 3 metr quyilgan yerdan. Nimagaki, xo'p, ob'ektimiz pastlarda joylashgan, ko'chadan 3-4 metr pastlardaligi uchun 3 metr qilib betonlari quyib chiqarilgan, o'sha mana armaturalar ham tashab ketilgan. Tepasiga yana qo'shilib ketadi. Xo'p, endi sekin ustidan nechta g'ish ketadi, hamma yo'g'idan sekin so'rab beramiz sizlarga. Xo'p, obunachilar, videolar tarqalish uchun kimda kim shunaqa uy qurmoqchi bo'lsa, shu videoni ko'rish uchun bittadan like bosib qo'yasizlar. Videomiz tarqalishi uchun sababchi bo'lib qolasizlar. Xo'p, endi sekin so'rab, hozir bitta pauza qilaman, so'rab sizlarga hamma yo'g'ini polni tushuntirib beraman. Xo'p, obunachilar, hozir ustadan polni ma'lumotlar so'radik. Xo'p, 14,5 ga 15 metr betonga mana shunaqa. Xo'p, pastdagi betoni tepada mana shu holatga kelishi metri 500 ming so'mdan tushibdi. Usta haqqi, armatura, balobatlar, abit hamma yo'g'i ichida 500 ming so'mdan tushibdi. Xo'p, endi mana ko'rayotgan bo'lsalaring, bu ichkariga tepalatib beton quyilmagan. Xo'p, gazabloydan ko'tarishar ekan, podvalni ham, ichkari podvalni. Xo'p, podvalni o'ziga 600 ta hisoblashgan. Undan keyin birinchi etaj o'sha plita tashalanib, birinchi etaj boshlanadi. Birinchi etajda o'ziga 1,5 mingta, ikkinchi etajda o'ziga ham 1,5 mingta. Xo'p, общий hisobda plus minus 4 mingta hisoblashgan. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak, polni bitish narxiga beton 30 metr beton hisobladik. 500 ming so'mdan o'zlaringga bichib olaverasizlar. Podvalini ko'tarishga 600 ta yoki 700 ta eshik-peshiklarni hisobga olganda 700 ta gazabloy 18 ming so'mdan yetib kelyapti. Uni hisoblab olasizlar. Hozir polni hisoblab tushuntirib kalkulyatsiya qilsak, video cho'zilib ketadi. Shuni hisobiga o'zlaringiz bitta kalkulyatorga tushib olaverasizlar. Podvalini ko'tarishga 30 metr 500 ming so'mdan betoni bitgan, armatura, usta haqqi hamma yo'g'i bilan. Gazabloy 700 dona 18 ming so'mdan urishi 5 ming so'mdan urib berishyapti. Keyin o'sha 8 ta kolonna bo'ladi podvalda ham. Keyin o'sha plita tashlanib birinchi etaj boshlanadi. Xo'p. Yana nima qolib ketdi azizlar? Xo'p, hozircha shular. Endi qolganini uy yana xo'p, gazabloylar urilib, plita tashlayotganda yana bir qator kelamiz. Xo'p, like'lar bosib tursalaring. Shu videoga bir 100 tacha like bo'lsa, 100 dona keyingi videolarini ham qo'yamiz, xudo xolasa. Bir hafta 10 kun ichida bitkazib yuborishadi. Birinchi etajda plita tashlaydigan holatga keltirishadi. Mana o'sha gazabloylarni ham tushirib
tushirib bo'lishdi. Shuni terib olishadi. Hozir 300 dona g'ish keldi. Xo'p, usta nomerini ham qo'yib ketaman. Mana idealni qilib betonlar quyib berishgan g'ish. Xo'p, bu ustalar xizmati polni tomgacha yo'l berishaverar ekan. Hozir bu obyektda polni tomigacha olishgan. Kimga zarur bo'lsa, usta nomerini ham qo'yib ketamiz tepaga, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yoshlarda gazabloylar 5000 so'mdan berishyapti. Beton narxini so'rashga ulgurmadim. Narxini ham bemalol so'rab bilib olaverasizlar, lekin ishlari juda idealni chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ancha-muncha usta bunaqa ishni ola olmaydi. Nimagaki javobgarligi katta bu narsani padvali. Xo'p, betga suv to'planishi mumkin. Padval bilan 3 tashka uy bo'ladi bu yerda. Shuning uchun bemalol ustaga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, gazabloylarning narxi o'sha 18000 so'mdan yetib kelyapti. Manzilda aytib bo'lsa, Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lyapti videoyimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.